Assalomu alaykum Alisher Avto Trading muxlislari. 2026-yil 7-yanvar qaynoqqina mashinalarimizni tushirib oldik. Bittasi GLS 450, bittasi esa Hyundai Palisade Hybrid. Obzorini birgalikda ko'rib boramiz. Nalichida mashinalarimiz tayyor. Assalomu alaykum hurmatli Alisher Avto Trading muxlislari. 2026-yilni 7-yanvar kuniga turibmiz. Yangi pachka Hyundai Palisade olib kelib qo'yganmiz. Kim qidirib yurgan bo'lsa, kelasizlar, naqd pulni sanab olib chiqib ketasizlar. Mashinamiz qoraga oq salon, birgalikda ko'rib boramiz. Salon qismiga o'tiribman. Odamni настроениясini ko'taradigan salonda. Buni qarang, salonning priyatligini. Oq salon mazzami? Mashinalarimizni narxiga qiziqyapsizmi? Pastdagi nomerlarga bemalol bizlarga aloqaga chiqsalaringiz, narxlarini chiroyli qilib kelishtirib beramiz.